Cobalt'ni narxiga Tracker 1 qo'yib bersam, nima deysizlar? Nexia 2 puliga 2018-yil tayyor Nexia so'ragan insonlar bormidi? 4-fevral sanasi bilan Navoiy viloyati Xatirchi avtomobil bozoriga nasib bo'lsa, ertalabdan keldik akajonlar. Narx-navolar nasib bo'lsa bo'ladi, sekin astalik bilan tushib boryapti, lekin tushayotganiga ko'pchilik o'rgana olmayapti. Baribir savdolarni qilamiz, chiroyli videolarni qilamiz. Odam gavju, mashinalar to'la. O'tgan haftaga qaraganda nasib bo'lsa bizlardan faqatgina sifatli roliklarni ko'rasiz, poddershada bo'lasiz. Bir dona layklarni bosib qoldirsizlar, juda ham xursand bo'lamiz. Layk bosib qo'ying, aka, tekin narsa-ku. Bir-birimizga poddershka bo'lasiz. O'ylamang. Ukalaringiz shu laykdan pul ishlaydi, prosmotrdan pul ishlaydi. Yo'q, aka, bo'lmagan narsa. Faqatgina poddershka uchun qo'llab-quvvatlash maqsadida bizlarga yordam bo'ladi, nima deydi? Motivatsiya bo'ladi. Umuman narxlarni bir qator boshlaymiz. O'zini egalaridan Nexia so'ragan insonlar bormidi? Mana marhamat. Xatirchi mashina bozorida kraskasi 100% radnoy, toza holatda 2019-yil ishlab chiqarilgan 4 ta balonni ham yangi holatdagi mashinacha qo'yib beraman. Mijigar pulti bor ekan. Apelsin salon qilingan. Mana mexanika. Buni narxini eshitib avtomatni devoribman, lekin mexanik ekan. Statsionarlari hamma joyi yaxshi holatda deyapti. Metanlargacha qo'yilgan ekan. Yumshoq balon, zapaskalargacha ham chiroyli holatda. Dehqonchilik akalar o'zini egalaridan 100% ishonchli. Mana gaplashib aloqaga chiqib tekshirtira olasiz. Ustagi bilan bemalol. Kraska joylarini ko'rmadik. Mashina toza ekan 100%. Naqd pul bilan kelingizlar, shunday savdosini qilib bitiramiz. Aka 85 million so'mga berilmagan ekan. Kelishib qolsak bo'ladi. Mabodo aka, nomer necha edi? 99lik 476 46 27. Nexia 2 puliga 2018-yil tayyor Nexia so'ragan insonlar bormidi? Mana shu texpasportda ko'rsatish mumkinmi, aniq bilmadim, lekin nechinchi qo'l olganligini mana bu yerdan bilsangiz bo'ladi. Hozir. Xullas salondan bir qo'l hisob ma'lumot mana. Boshida olingan nomer qo'yibsizlar, bir xil mashinada ham shu nomer taqilgan. 2018 kraska nima deymiz aka? Kraska top toza. Motori umuman kulish tegmagan, shundoq olib haydash kerak, ha? Mana. Motorlari ham hammasi chotki. ABS hammasi bor, gidravlika. ABS hammasi bor. Chista ravon. Ravonni chestisi mana. Nima aybi xarajati bor ekan aka? Aybi xarajati. Aybi xarajati metan sotilishi kerak. Boshqa yo'qmi? Yo'q, xarajati. Qancha so'rayapmiz pulini? Boshida endi karillab qo'ydik, Nexia 2 puliga Nexia beramiz deb. 78 million. O'tib beramizmi yana? Registrator, hamma narsasi bor. O'tadigan joyi bormi? Bor, ketma qolursiz. Yaxshilab bir obedgacha savdo qilsak bo'ladi, ha? 78. Top toza. Yaxshi. Galopga ko'tarmaydi. Aka, 70 million naqd. Yo'q, olib sottirlarga bermadi, to'g'risi. Qancha berasiz? 72 mi? Yo'q. 5 bo'lsa telefon qilamiz. 75 mi? Shunday. 72 ham yomon emas aka. Yo'q, 18 da bu. Nexia 2 puli bo'lyapti. Nomer aytingchi. 95lik 95lik 973 973 2919. 2919. Bu mashinani o'zini alohida jinnilari bor-da haqiqatda, lekin o'zini egalaridan mana Xatirchi mashina bozoriga bozor tomosha qilgani kelgan ekan, sotish niyat bo'lib qoldi meni ko'rib. Endi ko'ringizlar akalar, bitta mashinani Gentrani qora variantdan izlab yurganlar bo'lsa, yaxshi variant hisobida tashlayapman. 21 deydi-da yilini. 2021-yil kraskasi absolyut radnoy ekan, bitta kamchiligi bor, hozir aytib o'taman. Aybi deymizmi endi nima deymiz? Mana shu joyida kraska ozroq singan parobchasida. Shu qolgani 100% radnoy holatida. 21 mashinasi, oldilariga Amerikanka, orqalariga o'tib ko'rmadim. Optira bormi orqada? Bor, originalidan. Balonlari yaxshi holatda, motori, korobkasi
Zo'r hammasi. Avtomat, zapaska tushmagan. Tepada lyuklari bor. Chexollari qilingan. Abagresidinlargacha qo'yilgan. Sizda monitor. Yurgani qancha bo'ldi? Yurgan 70 ming. 70 ming yurdi. Mana optira faralar. Aka salonda nechinchi qo'l bu? Birinchi qo'l. Birinchi qo'lmi? Hisob ma'lumot. Mana shu Shot spravkada. Bo'ldi. 21 salondan chiqqan bo'lsa. Oxirini aka bo'lish joyini qo'yaylik, baribir qimmat aytib o'tirgan foydasi yo'q-da buni. Kesin 160 deyapti. 160 aytilishi, Sizda anonsdan kelsa shu 58 lar beramiz. 150 lar ketmaydimi aka? Shitib. Yo. Jazman deb so'raydi 150 lar. 154 ga ham bergan. Jazma. 55 mi ko'nglingiz? 55 bersa mayli sizdan anonsdan berib yuboramiz. 55 dan biron nima o'ting aka? Ya 55 ta o'z Xayr barakasi uchun o'ting bo'lmasin. Ama keramikalargacha bo'lganda moshina. Ha, tushundim aka. O'ziga baribir moshina qancha nima qilsa ham zo'r-da. Bir 200 ming o'tamiz. Nomer ayting. 94lik 94lik 356 356 68 68 36. 36. Moshina ma'qul kelsa gaplashib ko'ringizlar. Birinchi qo'l salondan bemalol mana. Lasetti ham ishqibozlari ko'pga baribir. Bitta qorasidan chiqib qoldi. Ko'ringizlar 2013-yil 1.8 motorligi. Qop-qora varianti mana. Xatirchi mashina bozorda. Balonlari normal holatda turibdi. Mijgar pul qo'yilgan. Shumkalar 268 yurgan ekan. Mexanika. O'zini halol yurgan, ha. Aybi, xarajati, kamchiligi, kraskachi. Bitta ikkita pitnolari bor, rixsovkalar bor, ozroq zanglagan joyi ham bor ekan. Ozgina endi bitta ikkita bo'lar-ku baribir. Mana o'zi aka 75 milliondan kelyapti, bozordagi narxlarni ko'rib, sekingina 67 million bo'lsa beraman deyapti. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib ko'ringizlar. 67 dan o'tmaymizmi? Sizni kanalingizdan qilsa o'tib beramiz. O'tamiz ama. Biron narsa o'tib beramiz. Biron narsa o'tib beramiz. Nomeringiz-chi? 97 613 613 43 43 93. 43 kelsa gaplashaveramiz. 2023 ishlab chiqarilgan JK2 avtomat korobka Cobalt so'ragan insonlar uchun mana aka. Diskalari prostoy nimada ekan? Shtampovchniy diskada. Kraskachi? Yo'q kraska. 100% родной, a? Zo'r. Облицовkalarga almashtirilgan. Salonlarni ham ko'ramiz. Kraskaga 100% tozalab o'tiravering. Malibu bar qo'yilgan ekan. Mana rullariga kruiz kontrol uстановка bo'lgan, magnitofonlari Pioneer 72 ming yurgan. Akvaprint joylari, taglariga bunaqa materiallar qoplangan, chexol radnoy turibdi. Mana yangi chexol bosib yuborish kerak ekan. Chexoli ham bor. Toza 100%. 200%. Balonda salgan nashi bor ekan. Bir 15-10 ming yurib beradi. Shu bahorga chiqib, narga yoz atrofdan almashtirsa bo'lar ekan. Pulichi uni? 123 million so'm beraman oxiri. Oxirini 123 bo'lsa berasiz. 1 so'm xayr barakasi bormi? Yo'q, kraska yo'q. Bozor nech pul so'radi? 121 million qildi. 121 millionga savdo bo'lgan ekan. Narxlar haqida fikringizni yozing, menimcha normalli yo'q. Cobalt. Telefon nomeringiz necha? 93lik 231 231 48 48 79. 79. Motorni ham hali svechi ham ko'tarmagan, yechilmagan, kulish tegmagan ekan. 4-paketli motorlarigacha gazlar uстановка bo'lgan, abezlari bor, hammasi tayyor ekan. Zo'r, ma'qul kelsa aloqaga chiqib ko'ring. Arkasi pitnochasi. Hoziroqqina joyida bitta pitnochasi bor ekan. Trekker 1 ishqibozlari 2019-yil ishlab chiqarilgan. Oppoqqina rangidan ko'rsatib qo'yaylik, qani nima deyishar ekan. Mashina absolutno deyarli radnoy holatda, faqat kraskasi bitta pitno hisobida. Balonlari
yaxshi 5 ключевой достуp bor ekan, 1.8 motorligi, 151 ming kilometr yurgan, korobka avtomat, laboyda bitta yoriqchasi bor ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, ozroq qisildim. Yurish turishlari zo'r bo'lsa kerak, ha? Mana salonda chexollari. Mana. Bu laboy pullarni o'tib beramiz agar. Ha, laboyda o'tib berasiz pullarni. Qancha so'rayapsiz o'zi? 122. Ha, qarang mana. Bitta. Metanchalari bor tayyor. Mana. 122 berilmagan ekan. 23-yil bitta Cobalt'ni puliga. Trekker. Zo'r. Qayerda petnosi edi? Ha, bitta. Mana shu. Bo'ldi, boshqa şey değil mi? Kraskasi yo'q. Bu petnoga ham o'tmarkan. Ha, endi shuda endi. Ozmas. Ha. Faktroniklargacha ishlaydi. Hamma Xarajati yo'q umuman. bo'lma, faqat haydash kerak. Olish kerak, haydash kerak. Zo'r. Variant nasiya savdo yo'qmi? Ya, uyga pul o'kamiz bor. Ha, uyga to'lov qilmoqchisiz, ha, sirashni. General O'ziz nomingizdami? o'g'ilchan, ha, o'zimizniki. O'ziz nomingizda, o'g'illigingizniki. Shot spravkada shunday, ha? Salondan birinchi qo'lmi? Bo'ladi. Ko'nglingiz nechi buni? Qancha bo'lsa berasiz? 125 dan o'tsa beramiz yaxshi. 125 dan o'tsa. Atrofiga ham gaplashsa bo'ladi. 122 bermagan narxingizga. Kelsak bo'ladi, ha? Nomeringiz nechi? 93lik 93lik 462 462 23 22. Yaxshi, avtomati mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziqqanlar aloqaga chiqaring. Martellar yo'q ham, faqat pul naqd. Uyga nima qilish kerak ekan? Ofis hamma insas qo'yadi. Koreys variant.